hamma kutgan aynan o'zimni logopediya kursimga start berdim. Anchadan beri bu kursni ochmayotgan edim va sizlarning taklifingizga binoan ko'pchilik nega faqat dialektologiyani quvurasiz deyishadi va men logopediya kursimni ochishga start berdim. 20-iyun kuni aynan logopediya kursimiz ochiladi. Bu yerda nimalarni o'rganasiz? Logopediyada aynan nutq komponentlarini 4tasini bemalol o'rgatamiz va nutq chiqarish, bolalarni nutqini rivojlantirish va o'yin tariqasidagi mashg'ulotlar hammasi o'rgatiladi. Alaliya, afaziya, anatriya, rinalaliya, duduqlanish va undan tashqari bo'lganligi, ya'ni afxanik bolalarimiz bilan ishlash, disgrafiya, disleksiya. Sizlarga bu so'zlar notanish bo'ladigan bo'lsa, bilib olingki, ya'ni nutqida nuqsoni bo'lgan, tovushlar talaffuzida muammosi bo'lgan, o'qish, yozishda muammosi bo'lgan, insultdan kelgan insonlarning nutqi yo'qolgan bo'lsa, aynan bu kursimiz sizlarga yordam beradi. Logo massajni 3 xil ko'rinishini o'rgatamiz va dens terapiyani ham aynan shu kursimizda o'rgatamiz. Logopediya kursimizga yozilishni esdan chiqarmang va siz eng zo'r logoped bo'lishingiz mumkin.